Assalomu alaykum o'rtoqlar. Mijozlarimizga eslatma o'rnida bir narsani aytmoqchiman. Bizga mana bunaqa FSH kasetalar, mini DV kasetalarni olib keladi. Biz ularni fleshkaga o'tkazib beramiz. Uyda televizorga fleshkani olib ko'raverishlari uchun bir narsani bilishimiz kerak. Bu narsa magnitofon bo'ladi. Ya'ni bu magnitli bo'lgan nimalarni o'qiydi. Ushbu kasetamizda lentalarida magnit zarralari mavjudda. Bu kasetalarni hech qachon magnit maydonlariga qo'yib bo'lmaydi. Ya'ni kolonka deymizmi? Kolonkalar bor, magnitofonlar bor. O'sha magnitofonlarning karnelari bor. Shularda magnitlar bor. Bu lentadagi magnit zarralarini tartibini umuman buzib tashlaydi. Video kasetani qo'yganimizda ovozdan boshqa ovoz ham shirillab chiqadi, tuzukroq narsa ishdan chiqadi bu. Keyin magnit maydon buni xolodilniklar bor. Xolodilnik polniy atrofi asosan magnit maydon bilan o'ralgan. Xolodilnikni ustiga qo'ysa ham o'zi bir pasda rasvos chiqadi. Umuman tuzatib bo'lmaydi. Va buni nam joyda saqlab bo'lmaydi. Nam joyda saqlasak mog'or bosib qoladi. Lentalar umuman aylanmaydi, mog'or bosib namlanib, nima deydi, misol temirlar ichki mayda detal nimalarigacha zanglab chirib umuman ishdan chiqadi. Lentalari mog'or bosib, zamburug'lar, magnitli zamburug'lar o'shalar kirib olgandan keyin lentalar bir-biriga yopishib, kaseta aylanmay qoladi. Shuning uchun o'rtoqlar bu narsani ehtiyot qilib, quruq joyda saqlashlaring. Va mana misol meni oldimga olib kelguncha ham buzib qo'yish mumkin-da. Ayrim telefonlarda orqasida besprovodniy magnitli mana g'ilofida magnitli nimalari bo'ladi. Shu bilan yonma-yonda qo'shib ular olib kelishsa ham kasetani ishdan chiqaradi. Umuman lentadagi magnit zarralarini tartibsiz holatda chachib yuboradi. Umuman tasvir ko'rinmaydi. Shuning uchun bu narsalarni ehtiyot qilishlaringizni so'raymiz.